Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan birinchi mavzu natural sonlarga doir misollarni ishlaymiz. Demak, dastlab sonlarning o'qilishini o'rganib olamiz. Buning uchun sonlarni sinflarga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Dastlabki son. Demak, bu sonni o'qish uchun o'ng tarafdan boshlab sinflarga ajratib olamiz. 3 qismga ajratib olamiz. Dastlabki qism birlar sinfi, keyingi qism minglar sinfi va keyingi qism millionlar sinfi hisoblanadi. Sonlarni o'qiyotganda 165 million, 234 ming, 325 sifatida o'qiymiz. Endi esa bizga o'qilgan sonni berib, raqamlar orqali yozing desa. Misol uchun 4 million 302 ming 7. Dastlab 4 millionni yozib olamiz. So'ngra 302 mingni yozib olamiz. Oxirgi 7 raqamini yozib olamiz va bularning yig'indisini ustunli shaklda topib olamiz. Demak, bizga berilgan son 4 million 302 ming 7 ekan. Ikkinchi misol. Sonlarni so'zlar orqali berib hisoblang desa, misol uchun 15 minglar qo'shamiz 18 yuzlar va qo'shamiz 10 yuz minglar. Dastlab sonlarni o'zini topib olishimiz kerak bo'ladi. 15 minglar deganligi uchun 15 ni mingga ko'paytirib olamiz va bu 15 mingni tashkil etadi. 18 yuzlar deganligi uchun 18 ni 100 ga ko'paytirib olamiz. 1800 chiqadi. Endi esa 10 yuz minglarni topib olamiz. Va bu 1 millionni tashkil qiladi. Endi bu sonlarning yig'indisini topish uchun ularni ustunli shaklda qo'shib chiqamiz. Demak, nollarning yig'indisi 0, 0, 8, 5 ga 1 deb qo'shsak 6, 1, 0 va 1. Demak, bu sonni o'qish uchun sinflarga ajratib olamiz. 1 million 16 ming 800 ekan. Navbatdagi misolimiz natural sonlar mavzusiga oid qiziqarli misol. 6, 3, 7 va 2 raqamlardan foydalanib 4 xonali sonlar hosil qilinmoqda. Ikkinchi eng katta son bilan ikkinchi eng kichik son orasidagi farq nechaga teng? Bu misolni ishlash uchun dastlab eng katta sonni topib olamiz va buni topish uchun katta raqamdan kichik raqamga qarab yozamiz. 7, 6, 3, 2. Bu birinchi eng kattasi. Endi ikkinchi eng kattasini topish uchun dastlabki ikkita raqam qoladi va keyingi ikkita raqam o'rni almashadi. Demak, hosil bo'lgan son 7623, ikkinchi eng katta son. Endi esa ikkinchi eng kichik sonni topish uchun kichik raqamdan katta raqamga boshlab yozamiz. Va ikkinchi eng kattasini topish uchun birinchi, ikkinchi raqamlar o'z joyida qoladi va ikkinchi, uchinchi raqamlar almashadi. Demak, ikkinchi eng kichik son 2376. Bu sonlar farqini topish uchun kattasidan 7623 dan 2376 ni ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, 13 dan 6 ni ayirsak 7, 1 qoldi, 11 dan 7 ni ayirsak 4, 5 qoldi, 5 dan 3 ni ayirsak 2 va 7 dan 2 ni ayirsak 5. Demak, 5247 soni ekan.